Chefbook video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, My5 telekanalining aziz muxlislari. Efirda Chefbook loyihasi va sizlar bilan men Shahzoda yana sevimli oshxonamdaman. Biz bugun Chefbook loyihamizda yana navbatdagi eksklyuziv va noodatiy bo'lgan taomlarni tayyorlaymiz. Sizlarga maslahat bergan bo'lar edim. Har safar bizni ko'rsatuvimizdagi retseptlarni daftar olib yozib oling. Chunki yodingizdan chiqib qolish ehtimoli juda ham baland. Demak azizlar, bugungi mehmonimiz xalqimiz ardog'idagi ijodkor, ajoyib so'z ustasi va aktyor O'tkir Muhammadxo'jayev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sizlar yaxshimi? Yaxshi keldingizmi? Aytmadingizmi Botir Muhammadxo'jayev? Adashib ketdim, uzr endi. Mana shu oshxonaga kirib kelganimdan boshlab boshlovchi Shahzoda Muhammedov Botir Muhammadxo'jayev devordi. Mana endi hozir qizda to'g'rilagancha O'tkir Muhammadxo'jayev. O'tkir Muhammadxo'jayev. Endi akalarini g'irt bor akamni olib kelaymi? Yo'q. Biz sizni taklif qildik. Keyin ko'rsatuvga chaqiramiz. Xo'p, hormang, charchamayapsizmi? Rahmat. O'zingiz qanaqasiz? Farzandlaringiz zo'r. Har doim chiroyli taomlar qilasiz. Bizni uydagilar ham o'tirib olib yozib o'tirishadi. Nima ovqat qilarkan bo'lganda. Rahmat kattakon. Umrimda birinchi marta o'rtoqlar sensasiya somsa teryapman. Bir marta yalmog'izam bo'lgan. Men yalmog'izni bezgirim o'ynagan. Nima solasiz hozir? Greyfrut. Nima? Greyfrut, fruit. Vosiqasi bor endi. Bu kechgamanda Shahzoda Muhammedov ovqat qilish bilmaydi, butun dastlabki qilib yeydi deyishadi. O'shanga xos xotirma somsada. O'rtoqlar, Chefbook loyihasida mashincha somsani men tayyorlaganimga ishonasizlarmi? Ishonamiz. Vareniki mendan. Buni ham men pishirganman. Aldayaptilar. Bunimda botirmaydimi? Ha? Yo'q, hayır, yo'q. Hamma siz unga botirmayman, men bunga. Babus. Keliniz ham o'sha kitobdagi video retseptlarni ko'rib bazanda bo'lib ketgan. Sizlar ham opa-singillarga, ayolinglarga bemalol sovg'a qilsanglar bo'ladi. Chefbook. Mazali retseptlar mana shu yerda. Bugun o'zi nima tayyorlayman deb keldingiz? Bugun somsa tayyorlayman degan. Xo'p, sal boshqacharoq somsa tayyorlamaysizmi? Har doim Siz necha xil somsa bilasiz o'zi? Qovoqli somsa, guruchli somsa. Ya. Makaronli somsa bo'lmaydi-yu. Ha, to'g'ri. Hamma viloyatda o'zining somsasi bor. To'g'ri. Siz Yeb qanaqa ko'rganmisiz somsalarni? Bilaman, Jizzaxga ketayotganimda katta 4 burchak somsa yeganman. Ana. Toshkentda dumaloq somsa kichkina. Vodiyning o'zining somsasi bor, Vohani o'zining somsasi bor, Toshkentning o'zining somsasi bor. Hamma joyi o'zining somsasi bor. To'g'ri. Bir xili qo'g'otli bo'lsa, bir xili kichkina, bir xili go'shtli bo'lsa, bir xili vermishelli. Ana kuni mana bunaqa kichkina somsacha ham ko'rdim. Rosa mazali ham dasturxonga chiroyli ko'rinar ekan. Restoranlarimizda bilasizmi qanaqa somsalar qilishadi? Shunday qilishadi. Chuchuradan kichkinaroq. Tishlab o'tirishga ham hojat endi. Ozgina sanab tashlab o'tirsangiz bu. Menimcha bu uyoqlab bo'lib ketdi. Yo'q, rost aytaman. Hozir oshpazlarimiz shunaqa usta bo'lib ketganki, qoyil qolasiz. Surxondaryoda yurimiz, tog' toshlarda, paytlar rahmatli ustozimiz Obid Hasan bor, konsertga boruvdi. Bir joyda Qora Kamarmi degan joy bor ekan, shu tog'larning orasidan o'tib ketyapmiz yo'lda mashina. Bitta somsa yeb olmaymizmi dedi. Yeymiz dedik. Yangi tandirdan uzyapmiz, kelinglar mehmonlar dedi. Nechtadan yeysizlar dedi. Biz aytdik, bir 4 tadan dedik. Sizga nima deyapsiz dedi. Bittadan yesanglar ham katta gap. Olib kelib mashinada somsa ekan. Mashinada somsa. Endi sizlar o'ylagansiz kichkina somsa. Ha, endi qarang. Mashinada somsa ekan. Bordikda o'sha bitta qishloqda konsert bo'ldi-da, keyingi qishloqqa o'tib "Men ham somsa zo'r qiladi" dedi. Olib kelib bitta berdi. Desa kulyapti. Nega desaga bir 20 ta deng dedi. Men aytdim, "Nima bunaqa deyapsiz?" Desa, "Voy, bitta nima bo'ladi?" dedi. "Olib kelchi somsangni" dedik. O'tda mashina somsa. Shunga o'xshab, orasi yaqin bo'lsa ham. Xo'sh, o'zingizlar gaplar? Ijodda bo'lyaptimi? Yaxshimiz. O'zingiz yaxshimi? Ha, rahmat, yaxshi. Seriallarda o'ynab turibdilar. Ha, onam kinoaktrisa bo'lib ketganlar. Ha, bilaman. Onamga o'ynamang kinolarda, ona nima qilasiz desam, ishlaring bo'lmasin men bilan. Men sizlarni uzatdim, uylantirdim. Endi men bilan hech kim ishi bo'lmasin. Men o'zim xohlaganimni qilaman. Sizni uzatgunlariga qadar sabr qildim. Qiynalib, bo'g'ilib, bechalar ozodlikka chiqolmay turgan ekan. Sizdan qutuluvdilar, ozodlikka chiqib, yaxshi seriallarda men rol o'ynayapman. To'g'ri aytasiz. Chunki turmushga chiqqunimgacha ona o'ynamang, nima qilasiz? Xudoandali odam. Xalaqit biznesli bo'ling desam, "Voy, ha, shundoq ham o'ynamayman a" derdilar-da. Xalaqit turmushga chiqqanimdan keyin ko'rsangiz, u kanalga qo'ysam serial chiqadilar. Bu kanalda onam, voy dod dedim, YouTube'da chiqib keladilar. Yaxshi aktrisalar oyiz. Endi rosa gapirsam ham ishlaring bo'lmasin dedilar. Mana shu ana montaj paytida men rasmlarni qo'yib qo'ying, xo'p? Menga xo'jayin bo'ladigan otang o'tib ketgan dedilar. Keyin mayli.
tinch bo'lsangiz, sog' bo'lsangiz mayli. ketib qoladi-yu. Bolalar xalaqit qilish boshlaydi u yog'iga. Na, mana nerga beradi, na otani uylantiradi. Mayli. Davom etamiz. Aha. So let it go, that's the way that it goes. Bubbles. Demak, azizlar, sizlar bilan oson va tez tayyorlanadigan musa somsalarini tayyorlaymiz. Va yagodniy choy, ya'ni mevali choy tayyorlaymiz sizlar bilan. Mana hali o'tirsangiz, ofitsiantlar yo bir joyga kelsangiz, qora choymi, ko'k choymi so'rashadi-ku, shahzoda. O'tiraga nima qanaqa choy ichasiz? Qora choymi, ko'k choymi deydi. Palasati choy deydi. Bubbles. Ochulaymi? Ha, mana qo'lqoplar bor, xolasangiz. Qo'lim toza, o'tgan kuni yuvganman. Sizni ko'rib yoshligim yodimga tushib ketdi. O'zi hozir yoshman ketgancha. Bolaligim yodimga tushib ketdi, chunki har doim Yangi yil bayramida Obid shouga borar edik. Siz qorbobo bo'lardingiz. Bir marta yalmog'iz ham bo'lgansiz. Bir yili. Men yalmog'izni bezgrim o'ynayman. O'shanda ko'rdim, erkak kishi ham yalmog'iz bo'lsa bo'larkan-da dedim. Onam aytdilar, eng zo'r yalmog'iz erkak aktyorlar o'ynashadi, eng zo'r yalmog'iz. To'xtang. Eng zo'r yalmog'iz mana yoshligimizda Ayoz bobo degan kino bo'lardi, bilamidingiz? Ko'rganmisiz Ivanishka? Ko'rganman. Ana shunda yalmog'izni Rossiya kinosida o'sha bilan katta bo'lganmiz-ku endi biz. Georgiy Miller degan odam o'ynaydi. Faqat o'sha o'ynagan yalmog'iz, boshqa odam o'xshata olmagan. Bu canımız keptiler-da. Kar. Gördük sahip cemaat. Ey karakçı yigitler, sizge bo'lsin salomlar. Sizga rosa yarashar ekan yalmog'iz bo'lish. Rahmat sizga kompliment uchun. Nima qiling, qo'lqop kiyimi? Ha, kiyganingiz yaxshi. Ana bitta kasal-pasal olib kelib, qo'lqop kiygandan keyin operatsiya qilib yuboramiz. Qarang, O'tkir aka, endi Yangi yilda shunaqa shoular qilmaysizlarmi boshqa? Qanaqa? Obid Asomovdan keyin to'xtab qoldi mana Nimaga? shunaqa. Har kuni shou bo'lyapti-yu. Yo'q, Yangi yildagi. Rosa zo'r bo'lardi-da, kassalari ham zo'r bo'lardi. bo'lardi. Endi zamonlar boshqa bo'lib ketdi, shahzoda. Televideniyalar, xususiy televideniyalar ochildi. Imkoniyatlar ko'payib ketdi. Internetda har xil ko'rsatuvlar qilyapmiz. O'zimizning loyihalarimiz bor. Endi kassa bo'lmaydimi? Ana archamiz anaqami? Milliy teatrda bo'lgan ekan. Yangi yil archasini. Ha, endi 6 yil o'ynadik. Charchadingiz. Hamza teatrida, Milliy teatrda yo charchamadim, men charchayman. Qiziqchilar archasi deb nomlardik. Rosa zo'r bo'lardi. O'zimiz ham yayrab o'ynardik o'sha yerda rollar. Maza edi u davrlar. Teatr kollektivi ham xursand bo'lardi biz borsak. Teatr arendaga olardik-da biz. Bilaman. Keyin biz u yerda archa qo'ysak, ko'p kuzatdik. Xalqlar do'stligi, Panorama, Muqimiy teatri, O'zbek drama teatri atrofimizda qanaqa archa bo'lsa, hammasini kassasini inqirozga uchratganmiz. Odamlar bir-biridan eshitib-eshitib, Obidlar, anaqalar botirlar, unaqa archa qo'yayotgan ekan qiziqchilar deb. O'sha vaqtlar. Hamma bizanikiga oqib kelardi. Bir kunda 3 ta seans mo'ljallasak, 5 ta seans qo'yardik. Yana bitta qo'yinglar bo'laverardi, kechqurun. Charchab qolmasmi deylar, ovqat yeyishga ulgurarmi deylar. Yo'q, ovqat yemasdik biz. Biz ovqat yemasdik, biz gumma yerdik. Pul bo'lsa bo'ldi, tez pul bo'lsin dermidingiz. Biznes. Yo'q kishi. Lekin qarang, anaqa sovg'alar berardinglar, zo'r bo'lardi. Har sovg'asi bilan rosa maza. O'sha sovg'alarni biz qaytarib berishar degan umidlar bilan berganmiz. Mana endi sizni ko'rsatuvingizga keldik. Xulosa qilarsiz qani oxirida. Ha? Tugadi. Qancha sovg'a berganmiz sizga, bilasizmi? Shahzoda Muhammedova kelibdi. Pulni to'laganmiz o'shanda. Siz teknika bo'lgansiz. Oyingiz to'laganlar pulni. To'g'ri aytasiz. Somsani boydan beri solmayapsiz. Kutib turibman, siz ham qo'lingizda esin. Qattiq qo'rqib. Razmeri kichkina ekan qo'lqopni. Fantamas qo'li bu. Somsalar juda bejirim ekan, razmerlari bir xil ekan. Xuddi stanokdan chiqqanga o'xshaydi. Gapirmang. O'zi erkak kishi choyxonada osh qiladi, uyda ayoliga qarashi mumkin. Qozon kabob, bir erkaklar o'zini tayyorlaydigan ovqatlar bor, lekin erkak kishi somsa qilishi sal g'alatiroq. Lekin sizni hurmatingizdan hozir qo'limga ushlab qo'ydim. O'zi bilasiz, tuxum qaynatsam hamchi qoraytirib yuboraman, tegib olib ketadi. Oshxonada rosa uzoq yuraman men. Yeyishga zo'r. Gul odam ekansizda. Juda. Hozir umrimda birinchi marta o'rtoqlar sensatsiya somsa teryapman. Bu ham tayyor bo'lgani uchun. Yolg'on gapirmayman. Lazzat ko'rsatuvlarida sizni ko'rganmiz. Lazzatni olib bormaganman men. Yo'q, olib bormagansiz, mehmon olib borgansiz. Ha, bunday oshpaz chetdan turib pishiradi. Endi ochsak bo'ladi sizni. Sizda o'zimiz ishlatar ekansiz. Oshpaz chaqirib qo'ymaysizmi? Chiroyli qilib bermaydimi o'zi? Mana O'tkir akani To'xtang, qaqob ketsin. Qo'ying, men bitga yer, to'xtang, qo'ying somsani. Qanchada pishadi bu somsa? Ma'lumotini bermaysizmi? Somsamiz 25 daqiqada tayyor bo'ladi.
Necha gradusda? 180 mi? 180 gradusda. 180 da. To'xtang, tey. Qo'lingizni oching. Amin. Somsam chiroyli chiqsin. Juda qiynalib tayyorladilar, O'tkir aka. hammasi Vaqtim duo kam, bilan. osonroq narsa tayyorlayman degandilar. O'ylab shu somsani Ya agar bu somsani menga tugdirganingizda, voy, 2 kun vaqt kerak edi. Mana somsamizni qo'ydik. Hozir chiroyli pishadi somsamiz. To'g'ri aytasiz. Faqat vaqtini qo'ydingizmi duxovkani? Ha, mana vaqtini qo'ydim, o'zi o'chadi. Ko'p eshitganman-da, Shahzoda Muhammedov ovqat qilish bilmaydi, nuqul dastlabki qilib yeydi deyishadi. O'shanga hozir xavotirman somsada. Shuncha gap. Internetda odamlar nimalar demayapti? Unaqa holat bo'lmadi lekin O'tkir aka. Yolg'on bu, yolg'on. Yolg'onmi? Bu somsa pishganda ko'ramiz. Xo'p, mana Hozir siz nima vareniki bor ekan, Aha. bunga ham suv solib sekin. Siz o'zi shunaqa yengil tayyorga ayyor ovqatlar tayyorlar ekansiz-a? Men umuman ovqat tayyorlamayman. Umuman oshxonaga yaqin. Xotinimning qo'li gul, o'zi pazanda bilib qiladi. Yaxshiyam. Demak? Xotinam bir erinadi ovqat qilishga. Ha. Adasi, bu ovqat qilmay qo'yqoqlik deydi-yu, shunaqa sizlarda ham bor, hammada bor. Sizlarga o'xshab biz ham dastlabga qilib yuboramiz sekin. Yaxshiyam. Dastlabga bor. Hurmatli erkaklar, hoziroq Chefbook kitobini xarid qiling. O'shanda uyga kelganingizda ayolingiz sizga restoran taomlarini pishirib qo'yishadi. Ushbu kitobda o'zbek milliy taomlaridan tortib, jahon taomlarigacha har xil desertlar, tortlar, pishiriqlar, nonushtalar uchun tavsiyalar, professional sirlar hamda eng asosiysi turmush o'rtog'ingiz hamda qaynonangiz uchun lol qoldiradigan mazali retseptlar joylangan. Bubbles. Demak, O'tkir aka hozir vareniki tayyorlaydilar, smetana bilan alohida Suv somsamiz qaynab pishyapti. Ha, suv qaynab tursin. Unga qadar men mevali choy tayyorlab turaman. Demak, birinchi navbatda bizga choynak kerak bo'ladi. Yo'q, choydan boshqa choynak kerak. Ha, albatta. Va mana nima edi nomi? Greypfrut. Greypfrutmidi? Siz ulardan emas, siz mendan so'rang. Qora qilamiz, choynakni ochamiz va chiroyli qilib mevalarni Nima solamiz. so'raysiz hozir? Greypfrut. Nima? Hozir bilyapman. Greypfrut, fruit. Greypfrut. Rahmat. Ikkita greypfrut va apelsin. Bu o'zi apelsinga o'xshaydi-da, qarang. Apelsinni qizilida Odamni bo'ldi. xayoliga Hammaga kiradi. tushunarli bo'ladi. Shunday. Mana solamiz. Keyin ikkita limon. Suvni qatga solasiz, choynagingiz to'lib qoldi. Zo'r bo'ladi. Ana, yalpiz ham solaymanmi nima? Miyata. Bu endi retsept O'tkir akanikida, shuning uchun yaxshi bilmayman. Ha, soling. Qo'rqmasa soling. Hammasini soling? Asal solish esdan chiqmasin. Oxirida solamiz. Va bu koritsa o'rtoqlar mana. Bir dona solsak menimcha yetadi. Achchiq bo'lib ketishi mumkin. Mana. Qarang, qanaqa go'zallik restoranlarda tortiladi-yu, mijozlarga xuddi shunaqa bo'layapti o'zi. Demak, anor ham qolib ketmasin, Albatta. Shahzoda. Anordan ham 4 tagina. Vau, bu go'zallikka qaranglar Buni o'rtoqlar. ustiga suv quyib hozir shunday chiroyli narsani buzamiz. Mana shuni fonida chiroyli ko'rinyapti, mana qarang. Aziz tomoshabinlar, mana choyimizni mevalar tayyor bo'ldi. Suv qaynab chiqsa solamiz, keyin ozgina asal solamiz, tabga qarab. Asalni ham tozasini solish kerak. Albatta, to'g'ri aytasiz. Varenikimizni suv qaynab chiqqunga qadar bir savol bersam sizga. Eshitishimcha boshqa sohaga o'tib ketibsiz. Bosh sohaga o'tib ketdim. Nima uchun? 24 yildan beri Ichki ishlar vazirligida ishlayman, podpolkovnik degan unvonim bor. Siz bilan qo'rqib gaplashishimiz kerak ekan-ku. Nega unaqa bo'ldi, O'tkir aka? Jaja qo'rqmang, nimaga xodimlardan hech kim qo'rqmaydi. Hazillashaman. Yo, o'zi biz ancha yillardan beri ishlaymiz. Ichki ishlar vazirligida shular raqs ansamblimiz bor. Katta madaniyat saroyimiz bor, katta jamoamiz bor. Shu jamoada ishlaymiz. Ancha. Bu jamoa juda ko'p ishlagan. Rahmatli Obid Asomov, Sobit Asomov, Mirza Xolmedovlar, Anvar G'aniyevlar, Avaz Olimovlar hammasi ishlagan. Valijon Shamshiyev hamma ishlagan. Ular endi Ravshan Komilov ishlagan. Nafaqaga ketishdi. Biz davom ettirib kelyapmiz mana. Dilso'z ham ishlaydi. Bilaman, zo'r. Dilnoza Ismoilova ishlaydi. Avaz Oxun bizda, Zokir Ochildiyev bizda. Firdavs Fazliddinov. Siz taniydiganlardan. Ana cha. Yaxshi, zo'r. Oilada nima gaplar? Keling yaxshimilar? Mana bu tushunsa Kelingiz yaxshilar. Farzandlaringiz necha yosh bo'lishdi? Nechta farzandingiz bor? Bitta qizimiz Rossiyada o'qiyapti, stomatologiya sohasida. Bo'lajak stomatolog. O'g'limiz 10-sinfda o'qiyaptilar. Bir necha kinolarda o'ynadilar. Ish qilib. Men orzu qilgan kinolarda o'g'lim o'ynab qo'ydi. Nahotki, qaysi filmda? At-Termiziyda o'ynadi, tarixiy kinoda. Po'lat Said Qosimovlar rahmatli oxirgi filmlardan biri Risoy Muhammadjonov kinosida Qor yog'moqda oppoq qor degan kinoda bosh rolni o'ynadi. Barakalla, qodir. Haydashdik o'ynaydi xullas. Demak, aktyor bo'lishlariga siz rozisiz. Farzandingiz Yo'q, bilmasam endi ko'ramiz qani. Lekin tanlovni, farzandlarning tanlovini hurmat qilish kerak. Baribirga. Kim nima tanlasa, biz faqat yo'naltirib
olamiz xolos. Ba'zi aktyorlar va xonandalarni eshitganman, farzandim xonanda bo'lishini xohlamasdim deydi. Sizda unaqa holat yo'q. Yo'q. Bizani oilada demokratiya 100%. Erkinlik. Erkinlik, ozodlik, kim nima xohlasa o'sha o'qiyman desa o'qiydi, ishlayman desa ishlaydi. Keyin ham shunaqa. Bir ishlayman, bir ishlamayman. Yo'q. O'zi sohalari nima keyin bilan? Keyin sohasi o'zi kadrovik. Pedinstni bitirgan xullas. Musiqiy anaqasi ham bor anu, obrazovaniyasi. Oo. Hozir endi hech narsa chalmaydi, faqat meni qulog'imga tegdi. Tambur chaladi. Nag'ma qiladi. Bubbles. Ayolimiz sog' bo'lsin. Bolalar tarbiyasi bilan band. Aytganingiz kelsin. O'shalar bor, biza taralla bedod qilib maza qilib yuribmiz. To'g'ri aytasiz, Oqiyib, oqtarab, yedirib, ichirib, ish qilib shunaqa oshxonalarda qoyil qiladigan o'sha kelingiz. Zo'r artist bo'lgansiz-da, O'tkir aka. Bo'lganmanmi? Ham shunaqasiz. Endi yoshligim, xayolimda shu bolaligimda sizni aktyor bo'lib ko'rganim uchunmi bilmayman. Obid shoularni tomosha qilardik, Obid Asomov qushlar bilan chiqardilar. Obid show degan loyihamiz bo'lardi. Loyihalar bo'lardi, zo'r bo'lardi-da o'sha paytlar. Erimni qilardik. Bu paytda olov bo'lib yongan paytimizda. Hali ham o'chmaganmiz, lekin bu paytda qaysi kanal chaqirsa o'zimiz uraverardik, qaysi perdachi ko'rsatuvchi chaqirsa yugurib boraverardik. Televizorda ko'rinsak bo'ldi-da. Oldinlari shunaqa bo'lganda, qanaqadir hozir ko'pchilik aktyor aktrisalarning o'zlari televizor ko'rishmayapti. Oldin hamma ko'rardi. Hamma internetda. Telefon chiqdi, balo chiqdi. Gapirmang. Saytlar hozir Instagram, Facebook rivojlanib ketdi. San'atkorlar, masalan, televideniyadan taklif bo'lmasa yoki borgisi kelmasa televideniyaga internetda o'zi o'sha gruppa ochib, o'zi film ham qo'yyapti, she'rini ham o'qiyapti. Nima ijodi bo'lsa internetga qo'yyapti. O'zingizda ham podpischilar bor-ku? Qancha podpischingiz bor? 6 million. Qancha? 6 million. Sizdachi? 6 ming. 200 ta deng. 6 mingta. Sizga follow bo'laman bugun. Azizlar, O'tkir Muhammadxo'jayevga follow bo'ling. Nima deganingiz u follow bo'ling? Follow, obuna bo'ling. Follow, obuna bo'ling. Instagram menga follow bo'linglar, masalaga vareniki pishirib beraman. Bubbles. Har kuni nima nonushta tayyorlasam ekan? Bugungi kechki taomni qanday menyu bilan bayram dasturxoniga aylantirsam bo'lar ekan deb bosh qotiryapsizmi? Bizning jamoadan Chefbook pazandalar kitobi sizga yordamga keladi. Kitobni ochasiz, telefoningiz bilan QR kodni kiritasiz va qarabsizki 70 xil retsept sizning ixtiyoringizda bo'ladi. Siz bu videodan qarab tayyorlagan barcha taomlar albatta o'xshab chiqadi. Chunki barcha sir asrorlar sizga ochilgan bo'ladi. YouTube'dagi videolarda eng qiyin sir asrorlarni berkitishgan bo'ladi. O'zimiz bunga guvoh bo'lganmiz. Mana, Shahzodaxon, siz ruxsatingiz bilan varenikni sovuring, sekin sovuraymi? Voy, bilasizmi, bir nima yodimga tushib ketdi. O'tkir aka. Yaxshi narsamiz. Moskvaga borganimda Kremlni oldida restorancha bor edi. Hop. O'sha yoqqa kirib ovqatlanamiz desak, u aynan vareniki restorani ekanda. Varenikini million xil tayyorlashar ekan. Qo'ziqorinli vareniki. Vareniki degani o'zimizning oddiy chuchvara. Chuchvara. Shakli boshqacharoq edi-da ularniki lekin. Endi u stanokda yopadi, qasqab. Bizning onalarimiz o'zi qo'lda tugardi, ya'ni kelinlar qo'zg'alandi aytadi-yu, kelinim bor chuchvaralar tugadi, danaydi. Lamonlarni cho'zadi, choch tolasday deydi. O'shanaqa narsa o'zi bu. Endi ko'rsangiz, qo'ziqorinli vareniki, sirli, shokoladli, tovuqli, voy shunaqa zo'r. Keyin uni qaynatib pishirgandan keyin ustiga anaqa smetana qo'yar ekan. Bir allambalo qilib tortishdi. Ana desertli vareniki alohida ekan, ya'ni ichida mevalar, har xil narsa bo'ladi. Go'shtli vareniklar alohida ekan-da. O'zimizda ham bor, voy muncha zo'r ekan. Zo'r chuchvaraxonalar bor, bilasizmi? Bilmas ekan. Voy. Endi chuchvarachi qanaqadir boshqacha chiqadi-da, tatami. Moskvada yeganimga boshqacha tuyulganmikan? Shunaqangi sovuqda smetanalar bilan yeganimga qanaqadir bir umrlik xotiramda qolib ketdi-da o'sha. Keyin qarasam, ofitsiantlar keldi-da, "Kechirasan, sen mashhur aktrisamsan?" deydi. "Yo'q" dedim. O'sha paytda, endi ko'rsangiz, o'sha paytda. Odam qo'rqib o'rasa odamni. Chunki bir yil Moskvada yashagandim turmushga chiqqandan keyin. Keyin "Yo'q" dedim. Desam, "Sani vatandoshlaring bizani ichkarida oshxonada ovqat pishirishadi, namanganlik ekan" dedi. Ular aytgan. Keyin chiqsa, "Sen rasmga tushasanmi?" dedi. "Bo'ldi, tushaman" dedim. Qarasam, bir 8 tacha namanganliklar chiqdi. Bu chuchvara varenikini o'zimizdan o'zbeklar pishirar ekan. Shunaqa zo'r restoranda. O'zbek oshpazlari dunyoning va yer sharning hamma joyida bor. Hamma joyida bor. Şu an Moskvada bilsangiz, Podmoskvoye deydi, Zvezdniy Gorodok bor, ya'ni kosmonavtlar yashaydigan joy bor. Shu yerga bir yil bordik-da, Optakan bilan.
Ruslar aytdiki, qiziqchilari, shu yerda o'zbek bo'lmasa kerak dedi. Shu yerda o'zbek bo'lmasa kerak. Bunda qarasam, uzoqda davollar orqasida tutun chiqyapti. Aytdi, demak tutatyaptimi, o'zbek bo'ladi shu yerdan. Tutun chiqayotgan bo'lsa bo'ladi. Desak, bir payt shunday qarasak, bir anaqa oq xalatdan keyin, oq qalpoqdan keyin shashlik pishiryapti-da. "Ha, kelinglar akajonlar, men Buxoroga" deydi. Buxorolik shashlikchi qizlar shashlik pishiryapti. Bubbles. Shahzodaxon, siz ruxsatingiz bilan ozgina yog' so'ramiz. Nega? Chuchvara yopishib qolmasligi kerak. Uyda solmayman. Sizlar solasizlarmi? Bizami? Biz bunaqa uyda o'zimiz tutganmiz. Siz ham Past seping. Nega? Chiroyli. Mana gaz ustidan keyin archga to'g'ri keladi. O'zingiz aytmaysizda-ya. Voy, Qani, zo'r kedi bo'ldi. chiqyapti lekin sovsiz. Chesnok solmadik-ku. Chesnok yo'qmi ichida? Bor-ku bir ichida. Piyoz-ku bo'veradi. Ha, solavering. Orqasidan chesnok yo'ramiz, joyiga tushib ketadi. Choyimiz qaynadi. Damlaymizmi? Keling, men damlay shuni, siz og'ir ko'tarmang. To'xtang, qo'lingiz kuyib qolmaydimi? Yo'q, o'zi hayot kuydirmasa qo'lim kuymaydi. Juda zo'r choy bo'ladi, hozir qarab turing. Mana shunaqa choy quyinglar o'rtoqlar. Ming bir dardga davo. O'zingizlar damlash bilmasanglar, Shahzoda Muhammedovani qidirib topinglar. Zo'r choy damlab beradi. Ichiga shunaqa ko'p meva soladiki, qop-qorali yopilmay qoladi. O'zicha uyda qanaqa meva bo'lsa, solib damlasa zo'r chiqaveradi o'zi. Hozir anaqa malina choy ichadigan payt. Shamollash ko'p-ku hozir. Yagidni deydi-yu. Qaysi davlatlarga safarda bo'lgansiz? Men ko'p davlatlarga bordim. Sizchalik emas, lekin ancha-muncha davlatlarga bordim. Siz mendan ko'ra ancha-muncha yashagansiz va ancha-muncha Ancha-muncha yashaganman. karyera qilgansiz. Men yoshligimda dinozavrlarni ko'rganman. O'shada bormagan gastrolingiz qolmagan bo'lsa kerak. O'zi ham Ko'p davlatlarga bordik. Hindistonga bir 5 marta bordim. Tailand degan davlatga bir 7 marta bordim. Rossiyani gapirmasa ham bo'ladi. Izraelga bordim men hozir. O'sha Izraelga borib, Buxoriy yahudiylar chaqirishardi, asaldan soling. Rosa konsertlar berib kelardik. Borib o'rcha gapirsak, boshqa qilsak, "Yo, o'zbekcha ayting, biz sog'inganmiz o'zbek tilini." Bizani madaniyatimiz, bizani oshxonamiz Izraelda ham, o'sha Buxoriy yahudiylar. Chunki hammasi shu yerdan ketgandi. O'sha oshlar, o'sha chuchvaralar, o'sha lavon. Hindiston qalay yoqqanmi sizga? Hech bormaganman shu Hindistonga. Hindiston borgim keladi lekin. Hindiston elchixonamiz chaqirardi ilgari. Navro'zga, mustaqillikka bayramlar qilardi. Anaqa ham pishdi lekin, kosasiy suzib beraman. Shahzoda, men bilishga men o'zimga suzaman. Men bunga sizga suzib beraman. Yo'q, aksincha bo'lsa. Mana shu kattaga suzamizda, chiroyli qilaylik. Ruscha qilib deydi-yu. Zo'r bo'ladi. Vareniki bu ruslar Chunki taomi. Rossiyani juda ko'p esladik. Ha. Agar chuchvara tutganingizda, uni men o'zim biladim qanaqa suzib berish. To'g'ri aytasiz. Oy, Bilasizmi, shu Rossiyada rosa ko'p choyxona degan kafelar ochib tashashgan. Bizani o'zbeklar ochgan o'shani. Rostdan. Ha, shu lamonimiz, oshimiz, butun dunyo maza qilgani uchun somsalarimiz. Yalla guruhining qo'shig'idan keyin menimcha ilhomlanib ochishganmikin deb ham o'ylab qolganman. O'zi azaldan bo'lgan. Yalla deganingizga 91-yilmikin, 92-yilmikin Yalla ansamblini 20 yilligiga borganmiz. Rossiyada bo'lgan. Rostdan. Zo'r ekan, lekin o'zbek san'atini, estradasini rosa hurmat qilishar ekan. Yallani juda yaxshi ko'rishadi. Haligacha yaxshi ko'rishadi. Uch quduqlari, yotib so'zma-so'z bilishadi. Hamma shu aytyapti, siz ham aytdingizmi shu? Наливайте канчик чаю. Место крепкого вина. Zo'r qo'shiq. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, что за небо без луны? На востоке, что за жизнь без чайханы? Что за жизнь без чайханы? Qo'shiq aytganman oldin. Xo'sh. Endi hozir bayramlarda, yangi yillarda taklif qilishadi, o'zi hamma san'atkorlar. Shunaqa vaqtda aytamiz. Men hayotimda ashula aytmagan, o'zi ashula aytishni umuman bilmayman, lekin 2 marta aytdim, ikkita yangi yilda anaqa bilan Feruza Sobitova bilan partner bo'ldim. Qanaqa chiqdi? Yaxshi chiqdimi? Zo'r chiqdi, zo'r chiqdi. Erkan menga lo'mbilab yurishlaring yoqadi. Goh semirib, goh ozib turishlaring yoqadi. Begim tunda yalpayib uxlashlaringiz. O'zbek ovozingiz tembri juda zo'rga o'xshayapti-yu, qo'shiq ayta olmaysizmi? Aytaman. Vosiqasi bor endi. Ya, men bunda lampochkani olib ashula aytsam, lampochka paq etib yorilib ketadi. O'shancha aytmayman. G'ayra dam-badam egolab tashlaysan mani. G'ayra dam-badam yuragim g'ashlaysan mani.
Ushbu video kitob shunchaki retseptlar emas. Bu oilaning "Vau!" degan hayrati, qaynonalarning maqtovi, mehmonlar oldida esa haqiqiy faxrdir. Restoran ta'mi o'z uyingizda. Ortiqcha xarajatlarsiz yangi menyudan bahra oling. Siz hozir buyurtma bermasangiz, ertaga yana oddiy ovqatlanishingizga to'g'ri keladi. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Shunaqa so'rasang bo'ladimi? Mana bunaqa suyuq sirdan solishsa, o'zi vareniki degani o'zimizcha chuchvarak-ku. Hali yo qatiq bilan, yo smetana bilan yeyish kerak. Yo'q-ku, saltobiga kelsin. Yigim tep ketdi. Mana yenapsin balog'dir, yog'ni o'tga salog'dir, mana shuni aytdim. Ko'proq soling. Yo bo'ldi. Qolgan sir yoqib qolgan bo'lsa, nonga surib yesangiz ham qorin to'yadi. To'g'ri. Chiroyli vareniki bo'ldi. Qarang, bunaqa vareniki yemabsiz, dunyoga kelmabsiz, shahzoda. O'sha Moskvadagi varenikiga o'xshabdi. Xuddi shunaqa bo'ldi. Undan ham yaxshi bu. Voy, zeyrin to'rash bilar ekansiz-a? Ha, voy. Ana. Qanaqa chiroyli bo'ldi. Ustiga chiroyli bo'lishi uchun to'rttagina priprava deydi-yu. To'g'ri aytasiz. O'zichi bilasizmi, mana shu ruslarning oshxonasi juda ham mazali. Siz kasal ekansiz ruslar. Yaxshi ko'raman ruslarning ovqatini. Siz o'zimizni kafelarga boring, o'zimizning ovqatlar ham yoqadi. Endi har kuni o'zimiz ovqatlanamiz-ku. Lekin Turkiyaga borganimda sho'rva qidirib sho'rva topolmadim. Ular sho'rva yeyishmoqda. Marjimakchi? Bilmayman. Ano, chichivishni sup deydi-ku. Ha, bitta shu sup. Boshqa sup yo'q. Yo'q, nimaga balondan sho'rva bor. O'zbeklarda zo'r sho'rvalar bor, bilasizmi? Qayatma sho'rva, mohora sho'rva. Juda assortiment ko'p bizda. Lekin turklarda yo'q ekan. Turklar suv ovqatisi o'zi ham suyulib ketib qoladi o'shaning uchun. Mana, qani, choyimiz tayyor bo'ldi. Mevalarning rosa hidi ham, mazasi ham chiqdi. Qani, bitta xo'plandi, g'irt borib somsangizdan xabar olib keling. Shunda video olsam maylimi Instagramimga? Somsa tegiga olib ketasiz video olgunizcha. Mayli. Singiljonim, keyin olaman unda, umumiy qilib olaman. Ha, oldin somsadan xabar oling. Pishibdimi? Ha, voy. Qizaribdimi? Pisham gapmi mana, qip-qizil bo'lib. Ichi shalaro pishgan bo'lsa ham qorinda pishib ketadi, qo'ying. To'g'ri aytasiz. Mana shuni ustiga qo'ying. Ana bor. Mana choy sizga. Voy, to'xtang. Xo'sh. Endi video olaman. Ayollar hatto qozonda pishgan ovqatiga ham qaramay qo'ydi. Telefon bo'lsa bo'ldi bularga. Erkak bechora. Qarayda shunaqa chiroyli, yagidni choy damladik. Ya'ni mevali choy. Va mana somsa pishirdik. Mana. Bu yerda vareniki tayyorladilar. O'tkir Muhammadxo'jayev tomonidan. Bloger. Tatib ko'ramiz. Bloger. Shahzoda bloger. Labbi. Somsani o'g'imman. Blogerlar o'zi shunaqa bo'ladi. Tez vaziyatdan foydalanib videoga oladi. Zo'r chiqdi. Ana. Ta'mi zo'r bo'ldi. Mana bu somsa. Men somsani maqtayaptimmi? Shahzoda choyini maqtaydi. Choy zo'r chiqdi. Mana shunaqa yarim tayyor mahsulotlarni olib uyda ayolingizga qarashinglar o'rtoqlar. Ayolingiz sizdan telefonga olib tursin. Keyin qarabsizlarki ijtimoiy tarmoqqa chiqasizlar, hammaga ma'lum mashhur bo'lib ketasizlar. Mana Shahzoda har kun shunaqa qiladi uyda. Eri bechora ovqat qiladi, o'zi telefonga. Qani edi shunaqa bo'lsa? Kech keladilar ishdan. Ertalab ko'ramiz, kechqurun ko'ramiz. Kech keladilar. Qarang, o'xshabda somsa. Chiroyli chiqdi. Rangi ro'yi yaxshi. Rang ko'r, hol so'rdim, mashina aytadi. Rangi chiroyli bo'lsa, demak, ichi ham chiroyli bo'ladi. Yaxshi ham shu yarim tayyor mahsulot bor ekan. O'tkir akani qutqardi bu mahsulotda. Mani emas, men-ku faqat ko'rsatuvda oshxonaga aralashyapman. Sizni qutqardi. Sizlar ayollarni qutqaryapti bu narsa hozir. To'g'ri aytasiz. Sizlarga o'sha dastlabki tayyor ovqatlar, yarim tayyor mahsulotlar sizlarga qo'l kelyapti. Oldinlari odamlar ishonmasdi narsasini, bilasizmi? Taksiga beraman, o'g'irlab ketsa-chi degan narsa bo'lardi. Qo'ysa-chi? Ha, o'zi qo'ysa-chi, to'g'ri beramanmi? Voy, o'li deyshar. Hozir yo'q, unaqa emas. Optakam bu esladiku. Optakam eng katta qizlari Diloram homilador bo'lib qoldi-da, Shahzoda. O'sha paytda. Chet elga ko'p borardi-da, u adasi bilan. Boshqarog'i bo'lib KFC yeyman deb qoldi. Bu paytda bizda hali KFC yo'q edi. Yo'q edi hali. KFC nimaligini hech kim bilmasdi. Bu KFC o'zi bunday chelakda bo'ladi, katta qizil chelakda, ana chollar rasmi bilan bo'ladi. Shunaqa yeyman deb. Ha, qadrdonlarga chiqish boshladik. U davlatga qildik, bu davlatga qildik, oxiri Hindistondan keldi. Ikkita chelak keldi. Yo'ldan telefon qilib qadrdonlar, do'stlarimiz aytishga, "Ovoringlar aeroportdan chiqdi." Men chiqdim endi, Obidason o'zi chiqmaydi. Aeroportga chiqsam, yo'q, KFC ikkita chelak. Voy, men aytdim, "Ha, u homilador qiz ekan, u bechara bitta yeydi bo'ldi, keyin olib kelaman." Yo'q, topilmayapti. Keyin qaytib ketdim men. Abetlarga shu tushlik 12-1larga borganda, ertalab 6-7 da chiqqan bo'lsam, abetlarda telefon qilib, KFC'yiz topildi deydi, chelak topildi deydi. Voy deb uchib bordim aeroportga.
Borsam bitta chellenjni olib chiqib berishdi. Bitta oldingi reysni jo'natib olgan ekan. Men reysni adashtirib qo'yamiz. deb bitta olib chiqib. Men aytdim, ikkita bo'lish kerak dedi. Sanoat aka kechirasiz, zo'r narsa ekan, yeb qo'yishdi deydi. Voy. Mana shunaqa ayollarimizni hurmati baland, qizlarimiz, kelinlarimizni hatto bosh qorong'i bo'lib homiladorlik paytida yeyman desa, Afrikadan ham chaqirtirib beramiz. Gapirmang. Meni shunaqa kinoyim bor, bilasizmi? Tundan tongacha bananga homilador bo'ladi. bitta banan. Alisher Uzoqov rosa qidiradi. O'shanga o'xshabda, siz xuddi Alisher Uzoqovga o'xshab aeroportga boribsiz, mana sarguzasht torttiribsiz. Sarguzasht Bu bor narsa-da, qarang, tabiatdan, hayotdan olingan. Somsamiz pishdi. Pishdi. Souslarimiz tayyor. Endi tatib ko'ring, marhamat. Somsadan-a? Somsadan ham, varenikidan Qani? ham. Men vareniki yeyman, chunki menga yoqdi. Yaxshimi? O'sha siz yeganda aka, Moskvada akami? O'xshadi o'shanga. Qani, bismillah. Ya, to'g'risini ayting. Menga o'zimiz chuchora ko'p yoqadi. Endi bu kartoshkali-da. Go'shtli emas. Shungadir balki. Somsa go'shtlimi yo vermishellimi? Somsa go'shtli. Go'shtli? Yeb ko'ring. O'zim pishirdim. Choylarimiz bizani. Ana bu boshqa. Biz erkaklar ana shunaqa go'shtli taomlar yaxshi-da. Kun salqin bo'lsa, yo yangi yil yaqin bo'lsa, uyingizdan olib kelmaganmiz kichkina qo'shuvchi. Yo'q, o'z bu yoqda bor. Beraymi? Uyingizdan olib kelganingizni olingchi. Kichkina vilkacha bor. Vilka bilan sous so'ramaydi. Shahzoda Muhammedova. Sous uchun deganingiz nima? Bar yoshligiga boradi-da. To'g'ri. Bunimda botirmaydimi? Ha? Yo'q, hayır, yo'q. Amma siz unga botirib yeng, men bunga madaniyatli odam sifatida. Siz davlat ishlaysiz, shunaqa qiling. Davlat ishlamasa, olgancha botirib yuradim. Ana zo'r bo'ldi. O'rtoqlar. Sizlar bilan ko'rishganimizda benihoya xursandmiz. Biz endi bu yoqqa mana varenikimiz pishdi, somsamiz pishdi, bu yoqqa gap sirmi. Shahzodani bo'ldi. Ovoz o'chdi. Chunki yaxshi taom tepasida. Hech bunaqa tayyorlamasdim men. Endi uyga borib tayyorlayman. Ana. Zo'r chiqarkan. Ko'rdingizmi? Biz chesnok solardik. Uyda chesnok solib, zelin solardik. Bu boshqacha sarimsoq bilan zo'r bo'ladi. Bu yoqqa nima sizda uradi Shahzoda? O'rtoqlar, sabringiz salomat bo'linglar. Yangi yil muborak bo'lsin. Ko'rishguncha. Yangi yil hali kelmadi, endi keladi. Keladi, bugun bizga keladi, nima farqi bor? Har yil keladi-yu. Siz soussiz bu choy emas. Unutmang. Choy anu, mana choy. Bu anaqa sous. Kelmasam qochashi ham mumkin. Xullas, sog' salomat bo'linglar. Shahzoda endi yaxshi ovqat tepasida gapiramiz ekan, buni men bilib qoldim. O'zim xayrlashib, o'zim salomlashib, o'zim. Bitta taklif. Uzr. Sizni boshlovchi qilaylik. Sizga rosa yarashyapti. Chef Book loyihasi. Uni keling, hozir somsanga olaylik-ki, qorin to'ysin. Yaxshi fikrlar. Ha, sizga javob. Rahmat kelganingizga Shahzoda. Xavfsar bo'ling. Uydagilarga salom ayting. Rahmat. Aziz do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, MyFight kanalining muxlislari, sizlar bilan ko'rishganimizdan benihoya xursandmiz. O'zinglar ehtiyot qilinglar, sizlar bizga sog' salomat keraksizlar. Chunki biz muxlislar uchun ijod qilamiz. Mana taom o'ylaysizlar bizga ham bu. Bizga mana shuncha qora ko'z bor. Sizlar kelinlarimiz, qizlarimiz retseptni o'rgansin deymiz. Bir joyga kelin bo'lib borsa, uyalib qolmasin deymiz. Maqsad shu. Maqsad shu. Bugun mana Shahzoda Muhammedova mehmonga keluvdi, kuzatib bordik. Men boshlovchingiz. Bitta tog'oraga somsa ham solib berib yuborishdi qizlar. Shunaqa o'zimni kelib, quruq ketmas ekan, olib ketar ekan. Ko'rishamiz yana. Bu oshxona menga yoqdi, hammasi chiroyli, yana ko'rishamiz. Sog' salomat bo'ling. Chef Book video kitobiga hoziroq buyurtma bering. Endi siz sevgi bilan pishirasiz. 71 kodi bilan 203 0005 raqamlariga qo'ng'iroq qiling.